Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu sonliq darsimizda biz kirishda o'rgan filmlarni chiqarishni o'rganib o'tamiz. Undaqda birinchi qadamda hujjat, ya'ni vinjan, ondan davcho chiqarish yana media buni chekkandan keyin bu ramka ichildi ha. Yani chiqarishni tangshash ramka ichildi. Ondan biz bu ustida formati bor. Formatini tanlash ramkasi bor. Bunu chekkandan keyin bir qator formatlarni ko'ramiz. Mana. Chekkandan keyin bir qator formatlarni ko'ramiz. Buning ichida eng ko'p qo'llanilgani H264 yani MP4. Ondan boshqa formatlar bor. Yana AVI formatmi qo'llanildi. Ondan H264 yana. Bu MP4 chiqadi. Ondan MP3 bo'lib qolsa, MP3 bo'lib qolsa, ovozlar chiqadi, ko'rinish chiqmaydi. Ondan MPG buni tanlaganda biz MPG formati chiqara olamiz. Ondan QuickTime bu formatni buni tanlaganda biz MOV holati chiqara olamiz. Odatda ko'p qo'llanilgani shu. Biz birinchi qadamda AVI holatda formatni bir chiqarib ko'rib boqaylik. AVI format boshqa tanlash ilib moviyada DVPAL qilib o'tay. DVPAL bo'ldi. Mana buni men chiqaray. Moviyadan DVPALga tanlab etdim. Ondan keyin ismni saqlaymiz, ya'ni chiqadigan o'rinni tanlaymiz. Ekranni tanladim, ondan ismini yozamiz. 5-dars. Ondan keyin muqimlab etdim. Chiqarish. Odatda chiqarishga ozroq vaqt ketadi. Filmning uzuqli qarta. Film chiqib bo'ldi ya. Film chiqib bo'ldi mana. Men buni qo'yib endi unumini ko'rib boqaylik. Mana. Odatda mana 44 MB 12 sekund 720 da 576 mana. Mana cho'ng'aysak bu o'ttirlar chiqadi. Endi biz MP4 shaklda chiqarib boqaylik. Ctrl I'ni bosish orqali bunga erisha olamiz. Ctrl I'ni bosdim. Ondan formatidan H264 ni tanlaymiz MP4 chiqarish uchun. Ondan saqlarga o'rinni tanlab beramiz. Ekran bo'ldi ya. Ondan ism yozamiz. Hujjat filmning ismi yana 5-dars. 5-dars olsun. Boshqa o'zgartirish ilib bo'lmasa bo'ldi. Chiqarish. Mana. MP4 holatmi chiqib bo'ldi. Mana. Endi biz butun ekran qo'yaylik. Mana. Butun ekran qo'ysak, mana. Butun ekranda to'pmi to'liq chiqadi. Buning sababi bu 1920 da 1080 bo'lg'achqa. Lekin AVI unda chiqmaydi. Bayatdan ko'rdik-ku, shunda holatda. Yani o'ttir ekranda chiqib qoldi. Endi MPG chiqarib ko'rib boqaylik. Formatning ichidan MPG ishga kelganini tanlab, ondan keyin saqlaydigan o'rin ekran, ondan keyin hujjatning ismini yozamiz. Keyingi qadamda hujjatning ismini yozamiz. 5-dars. Boshqa o'rinlarga o'zgartirish bermasak bo'ldi.
chiqarish. Mana chiqib bo'ldi. MPG mo 21 1920 da 1080. Lekin AVI'ning unda yuqori chiqmaydi ha. Buni ko'rdinglar. Ondan mov chiqarishda yana o'sha Ctrl M ni besib turib, formatning ichidan ko'ktayimni tanlab o'tib, ondan xosliklarni tanlab chiqarish qilsak bo'ldi, oldinqisiga o'xshash. Odatda har qaysining ichida, masalan, H264 formatning ichida har xil nimalarga, asboblarga va ehtiyojga asosan o'lchamni tanlab chiqarib olishga bo'ldi ha buni. Bu saatlik dersimiz müşahit tamam. Xeyr xoş.